Animeland kanali taqdim etadi. Ovoz berdi Vortex. Falokat! Ular binolarni buzib, daraxtlarni ildizi bilan tortib olishyapti. Xuddi ular yer yuzida butun insoniyatni qirib tashlamoqchidek. Va yana ular odamlarni ham yeyishyapti. Demak, biz hamma vahimaga tushma. Biz havoda ekanmiz, ular bizga xavf tug'dira olishmaydi. Bu tekshirilgan. Muammo faqat o'sha devda. Qolganlar atrofni buzishayotganda, bu yolg'iz darvozani himoya qilishmoqda. Xuddi kimnidir kutyapti yoki shunchaki kirishni qo'riqlayaptimi? Bu mening shunchaki taxminim, lekin u tirikka o'xshamaydi. Yo'q, bu deb aniq nafas olyapti va harakatlanyapti. Lekin xuddi uni dasturlab qo'yishgandek tuyulyapti. Nima? Yaponiyaga ketmoqchimisiz? Siz nima, yangiliklarni ko'rmayapsizmi? Bu Jijovalarga nisbatan butunlay boshqa narsa. Jinvu, axir siz bunaqa ulkan maxluqlar bilan hali umuman kurashmagansiz. Buni bilaman. Lekin hammasi o'xshasa, bizning gildiyamiz yuksalishi mumkin. Lekin baribir ishongim kelmayapti. Hatto har safar meni qo'llab-quvvatlab kelgan Jinho ham ikkilanishni boshlayapti. Lekin uning sababi bor. Chunki bu buzg'unchilik rostdan ham. Yaxshi Jinvu, men siz bilan ketaman. Men bu yerda bo'lmaganman. Men faqat siz bilan ishlashim bilan maqtana olaman. Men buni tez aytaman. Lekin siz meni qahramonimsiz. Ha, buni boyvachchani bolasidan eshitaman deb o'ylamagan edim. Shuning uchun men qayerda bo'lsangiz ham sizga yordam bermoqchiman. Meni o'zingiz bilan olib keting. Sen meni qaytarayotgan eding. Endi esa o'zing borishni istayapsan. Biz bir xil narsani gaplashyapmizmi o'zi? Men hazillashdim. Nima keragi bor shu Yaponiyani? Jinvu, bugunga shu. Yaxshi ishladik. Jinvu. Jinacha, ishtahasi yo'qligini aytdi. Aniq, men tanlashim kerak. Kechirasiz, lekin men sizga yordam bera olmayman. Unda hech bo'lmasa onangiz qanday tuzalganini ayting. Rais, sizningcha men jim turarmidim sababini bilsam. Agar uning orqasidan pul topsam, tushunarli. Unday bo'lsa men ketaman. Axir bu Jinhoning otasi. Lekin men uni tanimayman. U qanaqa odam? Va nima maqsadni ko'zlagan? Balki u umuman kasal emasdir. Nimanidir o'ylab qo'ygandir. Ilohiy hayot suvini miqdori cheklangan. Shuning uchun men uni aql bilan ishlatishim kerak. Oyi, men tez orada qaytaman. Bu haqiqat. Mendan kuchlilar bor. Lekin bu men erishgan joyimdan to'xtab qolishim kerakligini anglatmaydi. Jina, uxlayapsanmi? Ha, kel gaplashamiz. Men uxlashni istayman. Nimadan boshlasam ekan? Yaqinda o'lishimga sal qoldi. Lekin shunda ham tirik qoldim va men taqdirimdan xursandman. Uyga hech narsaga qaramay qayta olishimdan. Shuning uchun men bu safar ham qaytaman. Rahmat senga. Men haqimda o'yla va qolishimni istaganing uchun. Lekin sen baribir u yerga borasan. Ha, lekin men albatta qaytaman. Shuning uchun yig'lama. Men har doim seni kuzatib boraman, qayerda bo'lsang ham.